Farzandni o'qitishga tikilgan pul samarali investitsiya hisoblanadi. Shu model 107 dollardan sotuvda turibdi. Bu model dum ko'p sotilgan. Shu modelni bir marta sotib olishingiz 107 dollardan ketadi. Shu modelni zötishni o'rgatadigan odam bor Xivoda, faqat model zötishni o'rgatadi. Bolangiz keladi 1 yil ichida model zötishni o'rganadi, normal urovenda o'rganadi. Dum o'mas, dum pasmas. Lekin shu bilimi bilan 500 dollar pul topadi 1 yildan keyin deb turibdi. Agar shu bola o'rgatgan bolangiz 500 dollar pul topolmasa nechga bo'ladi? O'zim ishonman. 500 ni siz berasiz. Yine o'g'il bola gap bo'ldi. Bu eng kam. Eng kamidan, yo'q, shuni garant bersangiz bo'ldi. Unga garant berasiz. Bolani ko'paytirmayacakman dedi. 2 guruhga ataman dedi. Har guruhda 10 bola bo'ladi. Общий 20 bola bo'ladi, 2 guruhga bo'ladi. Ana şu 20 bolaga garantiya beraman dedi. Bolalarning yosh chegarasi 14 yoshdan boshlab 18 yoshgacha. 14 yoshdan 18 yoshgacha olasiz. Summasini e'lon qilasizmi yo telefonda aytasizmi? Yo'q, 650 ming so'mdan. 650 ming so'mdan har oyina. Xivoda bir ner adres. Xivoni o'zi shahar. Xivoni shahrining o'zida yana bir sharti bor dedi. Ağa balani o'zi gelmesin, ota-onasi bilan gelsin deb turibdi. Ota-onasi bilan men yüzme-yüz gaplashin dedi. Men navini o'rgataman bolaga. Bu boladan navu talep kılsın, kaçan talep kılsın. Aşı hammasini men yüzme-yüz ota-onasi bilan görüp gaplashib, keyin bolasini qabul qilaman dedi. Bunu satışni tushunadimi desam, hozir tushuntirib berdi. O'tirib, görüp o'tirdim. Doğru giraseganda ya faylni sotib olib qo'yib berasegan, normalni ishlagan vaj bo'lsa, shakirdat pul kelaveradi ekan unga. 2-3 sayt bor ekan, shundan sotadi ekan. Hozir yangilikli bola gözünün oldida Amerikada birov bilan gaplashdan vajini sotib o'tiribdi. Xivoli bola hozir Xivoli bola Toshkentda o'qishda o'qiydi. Bom, ina shu bolani o'tgan vajlarim bu. Ish vajdan sotib olib qo'yib, 8 dollardan, 2 dollardan, 4 dollardan bir marta sotib olishingiz uchun dedi. Ama bunu necha marta sotadi buni? Ekranda nomerini qo'ydik, telefonlashib kelinglar, Xorazm oblasti bo'yicha bolalar kelsa bo'ladi. Gaplashinglar darrov.